yiqilsang qo'lingdan tutadi, sog'inib yo'lingni kutadi, duosi ko'klarga yetadi. Ustoz yaxshida, yaxshida, ustoz yaxshida. Avaylab tuzatar xatoni, tanitar senga keng dunyoni. Oftobdek issiqdir ruxsori, ustoz yaxshida, yaxshida, ustoz yaxshida. Onadek azizdir, otadek aziz, tanib bo'larmidi dunyoni usiz. Har qancha tursak ham xizmatida biz, ustoz yaxshida, ustoz yaxshida. Bag'rida ilmi jo'sh uradi qalbida, yashaydi qadrini kaftida, ustoz yaxshida. Olaylik mo'tabar duolarni, ko'rsatib shogirdlik vafolarni. Bizdan so'rasalar yaxshi deb kimni, ustoz yaxshida. Onadek azizdir, otadek aziz, tanib bo'larmidi dunyoni usiz. Har qancha tursak kam xizmatida biz, ustoz yaxshida, ustoz yaxshida. Azizdir, otadek aziz, tanib bo'larmidi dunyoni usiz. Har qancha tursak ham xizmatida biz, ustoz yaxshida, ustoz yaxshida. Onadek azizdir, otadek aziz, tanib bo'larmidi dunyoni usiz. Har qancha yaxshi keldikmi? Ha! Bayram kayfiyatimiz a'lomi? Ha! Barchangizni bugungi savodxonlik bayramingiz bilan chin qalbimdan tabriklayman. Kelgusi o'qishlaringizda, ishlaringizda omadlar tilayman. Aqlli bola bo'lib, a'lochi bola bo'lib, Xudo xolasa, yangi yilni yaxshi kayfiyatda o'tiramiz, ha? Demak, bayramimizni boshlashga tayyormizmi? Ha! Barakalla aziz bolajonlarim. Qani aziz bolajonlarim, endi chiroyli bo'lib saflanamiz. Bayram bo'ladigan joyimizga, ya'ni zalimizga boramiz, xo'pmi? Alifbe bo'yimiz bo'yicha, harfimiz bo'yicha saflanamiz. Har doimgidek. Bo'shab qoldi sinflarimiz, necha kunki uyimizdamiz. Ota-onam bilan birgamiz, lekin ustoz sizni sog'indik. Asabingiz buzib dam-badam, sho'xlik qilib haddan olsak ham, Alloh sizga berarkan chidam. Ustoz sizni juda sog'indik. Qanchadaka eshitganmiz deb, aybimizni bekitgan hadeb, o'tiribmiz pushaymon yeb. Ustoz sizni juda sog'indik. Dars o'qitmoq xo'p mushkul ekan, onam xo'rgan, otam charchagan. Hamma zahmat ish boshida intizom, mehmon darbiyachi
Dilda hayajon bilan bayramimiz boshladik. Davramizga maktabimizning 1-A sinf o'quvchilarini taklif qilamiz. Mustaqil yurtimizning kelajakli bolalar, ona vatan bag'rida baxtin topgan bolalar, ona yerda muhabbat yosh avlodning dilida, madhiyamiz yangraydi bolalarning tilida. Shuma min mola
savodxonlik bayrami bilan chin qalbdan tabriklaymiz. Sizlarga uzoq umr, bolajonlarga baxtli davron, poyvoz solih, nurli kelajak tilaymiz. Endi esa bugungi bayram tantanasini ochib berish, yoshlarni kutlash uchun so'zni maktabimiz direktori Kamolov Atamurod Davletovичga beramiz. Assalomu alaykum, aziz mehmonlar, aziz o'quvchilar, ustozlar. Ana bugun yangi 25-yil bayrami bilan yig'ilish o'tkazamiz. Shu fursatdan foydalanib eng avvalo yangi yil bayrami bilan yaratilgan 25-yil bayramidan tabriklayman. Va yana bugungi maktabimizdagi eng asosiy sabab Muhammad Jajji bolajonlarimiz bugungi savodxonlik bayramiga shu fursatda mana bu Jajji bolajonlarimizning yangilik qadami xudo xolasa ertangi kunda bir har qaysi bir kasbning egasi bo'lib kelajakda mana shu O'zbekistonimiz uchun, o'zimizning yurtimiz uchun xizmat qiladigan farzandlar bo'lishini tilab qolamiz. Ana bu yil o'sha 24-yildan o'zimizning maktab uchun juda bir omadli yil bo'ldi, chunki o'quvchilarni oldinga jalb qilish hamda bu yilgi 24-25 o'qish yilida har olimpiadada ham 3 nafar, 4 nafar o'quvchimiz respublika bosqichiga qatnashib qoldi. So'rovlarni egallab berdi. Bu bizning maktabimizning kelajagi uchun biz o'zini hissasini qo'shib ketdik. Shunday ekan yana bir bor savodxonlik bayrami hamda yangi yil bayrami bilan barchangizni muborakbod etamiz. Rahmat. Nefis beyler açıldı. Nurşam kıyafetinin nuru kadar herkes açıldı.
O'tkizgan chekib zahmat, ustoz sizga ming rahmat. Don taratgan dastonim, vatan bog'i bo'stonim, dunyo turguncha turing, doim obod bo'ling. Kitob megadi sadoq, ko'zlarim nur qanchoq, uni o'qib to'ymayman, qo'llarimdan qo'ymayman. Sebonning bandisini bir tarkibi bor, jihatga o'xshatgan deb jasur hayron qoldi. Barqa doir maktabim buyuk bo'lmoq maqsadim, bag'ringda o'qib albat bo'laman sodiq farzand. Ertaklarni sevma, ertak bu jonim dilim, har narsaning kaliti do'stlarim bu bilimdir. Asli juda ko'p bo'lar daraxtlarda harba, ham chizmani eslarda ayb shox-shoxlar ayri. Rost so'zlamoq odatim, rostgo'ylik saodatim, nur ziyoga tilaman, rostgo'y inson bo'laman. Qalbi qochim, qalbi qoch, echkimiz ayirmasin, qalbi ko'rar, qarg'alar qanoting ayirmasin. Suv bo'lmasa hayot yo'q, suvsiz o'lmak muhofizı bu hayotdir, suvsiz hayot. Alam bo'laman desang, dunyoga to'laman desang, kitobga bo'lgin muhtoj, kitobga muhtoj. Vodiylaring gullagan, vatan bog'laring jannat, bog'laringda yaraversam ben baxtimni kuchaman. Polizdan pishdi, piyoz pishdi, qovundan muzlar, keling xirmo yig'amiz, hasharga keling do'stlar. Bilmang go'zal gullarda, achilaman bahorda, yurtim quyoshli oliy, ko'proqlar chiroyli. Mana yozish qiymat, biroz e'tibor bering, i harfining qoshiga virgul aksini qo'ying. Hozir javob beramiz, savol duolarini hazil ketman do'stlarim, buyukdir orzularim. Shamoldek shoshmasra, daryodek toshmasra, elga sochma shaxtingni, mehnatlar top baxtingni. Shundagi lolaman, men a'lochi bo'laman, qalbim ilmga chanqoq, kelajagimdir parvoq. Alif bejon alif be, sen birinchi kitobim, kelgin darhol davraga bizlar bilan yayragin. Alif be, alif be, alif be. Alif be mening ismim, tovushlar mening jismim, nutqqa boy kitobman, turli tuman rasman, istasang shu falakka oyni olib beraman, harflardan bo'yningga marjon taqib qo'yaman. Alifbedan bilsangiz, hamrohdir man kelsangiz, xursandman a'lo o'qib, bilimga zo'r bo'lsangiz. Assalomu alaykum, ko'zlari chanqoq, bilimdon o'quvchilar, men sizlarni sevimli kitobingiz alifbeman. Assalomu alaykum, aziz ota-onalar, savodxonlik muborak, bayram shodlik muborak. Men birinchi kitobman, alifbeman, oftobman, nur taratib harflarga, do'st bo'ldim men sizlarga. Savod chiqardingiz mendan, minnatdorman men ham sizdan. Aziz bolajonlar, men sizlarni sevimli kitobingiz alifbeman. Assalomu alaykum, aziz bolajonlar. Men sizlarni olgan bilimlaringizni sinash uchun keldim. Meni har bir varaqlarimni o'qib savodxon bo'ldingiz. Meni toza avaylab saqladingiz. Sahifalarimdagi matnlar sizga yoqdimi? Ha! Qani bo'lmasam bayramimizni boshladik. Assalom, yangi yil, yangi rejalar. Yangi o'y rejali kunduz kechalar. Yangilik yaratgan qo'llar bor bo'ling, yaxshilik chorlagan dillar bor bo'ling. Barchaning orzusi ushalsin do'stlar, mehrdan poyandoz bo'shalsin do'stlar.
ota-onalarga o'xshagan oliy ma'lumotli bir kelajagimiz poydevorlari bo'lib yetishishda kuch-quvvat tilayman. Ota-onalarimizga mana shu yangi bolajonlarni tarbiyalashdek ezgu, mashaqqatli, mas'uliyatli ishlarida muvaffaqiyat tilayman. Hamda 50-son maktabning jamoasini ham ushbu bayram bilan qizg'in qutlayman.
Nezbülen tebrikleyen hayatlarına layık okumuş olup anasına verin muhabbetli bağlı büzdürler. Ustazlarım tebrikleyen çok varlığına layık ama okutup işlerini devam ettileyen yengilde yenge ailelerine baktileyen beylemlerinin mübarek olsun. Katnaşçıları, bu oturgan hemmeni kırık yatırgan 1923 yıl pazarcıların kutlu olayıyorsun. Mineki şunday usloviyat kudurup bilgen başımız, prezidentimizge rahmetler aytamiz. Balacalarga pepki mektep kurallarını yetkirip bilgen üçün. Hem mineki kızımızga Әлбені үйретіп, ұрышқаны ұсылатқан үшін мұңғыр рахмет. Мінеке ата-аналарға аттарап алып келгендері үшін мектепте ата-аналар әммемізге рахмет. Әммен ұсындай байлауларға ескерге, ұсы мектеп мына 57-ші жылма 57-ші мектептің коллективтеріне рахмет. Ұсындағы ұйымдастырған үшін жұмыстарыңызға тасқын табысылар, таза тазашыларға әммен ойнап күліп жеткере берген. Рахмет сендерге. Батарея пойдем. Ой, пойдем.
Aziz ustazlar, hammangizni Türkiye'den yangi bayramdan tabriklayman. Farzandlaringizni savodxonlik bayramidan ham chin qalbdan tabriklayman. Bunday bayramlarni ko'pini qilganimiz Xudoyo. Shu bolalarimiz o'qib, bilimli bo'lib, yaxshi kasbning egasi bo'lsin. Avvalambor shu saqlanib qilishga ota-onalarning xizmat qildi. Hammangizga tashakkur, rahmat aytaman. Hamisha Allah'ınızın baxtına sağlık, selamat ötürüzler. İşlerinizde omad, rivoj dilayman. Bundan sonra bir o'zimni tilagim bor edi. Hani shu safhada ishlashimni, shu kuni erishishimni onajonim sababchi. Shuning uchun shu fursatdan foydalanib onajonimni tabriklayapman. Shu onamning iznidan shu darajaga keldim. Oyijon, sizga rahmat aytaman. Şu sahnede duruşuma siz sebepsiz. Şunun için sağlam bana ruhsat etseniz tapşırıp koysam. Baxtımıza hemişe sağ olun. Hiç kaçan gözleriniz yaş görmesin ayrıca. Karbabacan, karbaba, salvalarında bu ikili balacalarımızın. Baba!
şunday farzandlarni chiroyli qilib, tarbiyalab berishda sizlarning birinchi navbatda hissalaringiz ko'p. Bundan keyin ham shu bolajonlarning ishlarida, oliy ma'lumotli bo'lishlarida tilakdoshimiz kelinim bilan birgalikda siz ham shu darajaga yetib kelishida o'z hissalaringizni qo'shdilar. Shuning uchun Azizam tashakkurnoma tashkillashtirdik. Hurmatli Seyit Mamat Suhrobek ota-onasiga tashakkur bildiramiz. Shunday farzandni chiroyli qilib tarbiyalaganingiz uchun tabriklaymiz. Vafayeva Dilshodxon Yurieva O'g'iljon O'g'layxon Yurieva O'g'layxon hali bolajonlarimizga alohida shunday yaxshi tarbiya bergansiz. Qizimizga bundan keyingi o'qishlarida omad tilaymiz, tabriklaymiz. Kamol va Dilnoraning ota-onasi. Kamol va Dilnora, tabriklayman qizim. Rustam va Mahinur. Abdazar va Dilshoda. Tabriklayman, shunday chiroyli aqrobi tarbiyalagansiz. Muhiddinova Dilshoda ham qizim, qani mening asar qizim. Tabriklayman. Qani ota-onasi qani? Ota-onasi bu joni qani axir? Tabriklayman. Mansafayeva Zuhraxonning ota-onasi. Tabriklayman. Shunday tartibli qizingiz, bilimli. Akimbayev Xursandbekning ota-onasi. Tabriklayman. Shunday chiroyli farzand tarbiyalaganingiz uchun. Remberdek Hasanboy bolajonimiz qani? Ota-onasi. Tabriklayman. Ramjonisi rahmat sizlarga. Remberdeva O'g'ilsanamning ota-onasi. Tabriklayman qizim. Sherbayev G'anishevning ota-onasi. Alisher, tabriklayman. Shunday tarbiyali, bilimli. O'rinboyev Odilbek ota-onasi. Tabriklayman qizim. O'rinboyeva Charlesxonning ota-onasi. Tabriklayman. O'zbek Royatxonning ota-onasi. Tabriklayman qizim. Qurbonboyeva Maftunaxon ota-onasi. Maqsud Akbarjonning ota-onasi. Tabriklayman. G'afur va Shodiyaxon. Jumash va So'ngiyona ota-onasi. Tabriklayman qizim. Gulibova Gulesatning ota-onasi. Gulibova Gulesatning ota-onasi. Tabriklayman qizim. Davlet va Sabrina
Asatbek. Geling balam. Savatxonlik guvohnomasi. Suhbatbek. Bu sening sovg'ang bolam. Tabriklayman, birga bola bo'lib ketish. Nuriyeva O'g'ilay. Balam bor. Nuriyeva O'g'ilay. Tabriklayman. Kamalvadi Nura. Tabriklayman qizim. Vafayeva Dilshodaxon. Salom alaykum. Tabriklayman asal qizim. Rustam Rahmatjon. Sizga ko'raman buni. Tabriklayman qizim. Madnazar Dilshodaxon. Muhidinova Dilshodaxon. Asal qizim, meni avochi qizim. Tabriklayman. Matsafayeva Zuhraxon. Bundan chiroyli qilib o'yna, yaxshimi Salim? Akimboyev Xursandbek. Sovg'alarimiz ko'p ekan, ha? Xursandbek. Rimberdim Xursandbek. Asalboyev. Asalboyev. Tabriklayman bolam. Yaxshi o'qi. Rimberdim Xursandbek. Qizim, tabriklayman. Sherboyev Alisher. Judayam zo'r o'ynadi. Kelajakda bundan ham zo'r o'ynaydigan bola bo'lib ketish. O'rinboyev Adilbek. Tartibli, aqlli bolam. Bundan ham zo'r o'ynaydi. Nazarbek Vahiyatxon. Sağ qizim. Bundan ham chiroyli o'yna, yaxshimi qizim? Rajab Shagar. Aqlli bola shu tartibli. O'rinboyev Qarasxon. Tabriklayman qizim. Qurbonboyeva Mahfunaxon. Qani? Nimaga gapirasan qani? Nimaga gapirasan? Eng a'lochi, eng sinfning faoli, ha? Nima deymiz? Ota-onalarimizga, ustozlarimizga nima deymiz qani? Rahmat. Yaxshi o'qi. Maqsudov Akmaljon. Yaxshi o'qiymiz. Allanazar Ziyodaxon. O'zi kichkina, lekin qulog'im qizim, tabriklayman. Azimboyev Alisher. Tabriklayman bolajon. Azimboyev Mahmudbek. Yaxshi o'qiymizmi? Aynan. Berkboyev Quvonchbek. Tabriklayman bolajonim. Davletova Sakinaxon. Tabriklayman asal qizim. Bundan ham faol bo'lamiz, ha? Jumasheva So'g'liyevaxon. Jumashevlarning sulolasi. Bundan ham yaxshi o'qiymiz, ha? Guliyeva Gulesar. Tabriklayman qizim. G'afurova Shadiyanaxon. Tabriklayman asal qizim. Qani ota-onalarimizga, ustozlarimizga nima deymiz? Bolajonlar, qo'lingizdagi savodxonlik guvohnomamiz, berilgan sovg'alarni, mana shu guvohnomalarimizni, ota-onangizga berilgan tashakkurnamamizni yurtbosdan chiroyli qilib ko'zlarimizdan olib qo'yamiz. Bu biz uchun bir umrlik esdalik sovg'a bo'lib qoladi. Birinchi sinf davrimizda hammangizning o'qishlaringizda, kelajakdagi ishlaringizda omad yor bo'lsin doimo. Sizni hech qachon quvonchlar kelmasin. Ota-onalarni ham mana shu bayram bilan
kelayotgan yangi yil bayrami bilan yana bir bora ota-onalarimizni, bolajonlarimizni tabriklayman. O'quvchilardan nasib kelajakda inson bo'lib yetishsin. O'g'il bolalar kamida hokim bo'lsin, qiz bolalarim o'z o'rnini topsin, ustozini olsin. Yangilaringizda Rahmat sizlar kattakon. Shu bayramimizda homilador bo'lgan ota-onalarimizga katta rahmat. O'z minnatdorchiligimni bildiraman. Chunki kamchiliklarimiz bo'lsa, bu safar kechirasizlar. Keyingi bayramlarda undan yaxshi qilib tayyorlashib qilamiz. Hammangiz mamnunsiz bayramdan? Halol rojalar bo'ldimi? Demak, to'pimizni kasb olamiz.